Bilaman, hozir quyida keltiriladigan muammolardan hech bo'lmaganda ikkitasi sizda bor. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlarga maxsus massajyor apparatlar, bo'g'im og'riqlari, revmatizm, artrit, poliartrit, osteoxondroz, bo'y pastlik, buyrak, jigar, oshqozondagi yallig'lanishlar, protein, kreatin, geyner, aminokislota kabi barcha turdagi sport ozuqalarini sof savdo onlayn magazini orqali topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jami' Sahihdan keltirilgan hadisda marhamat qiladilar. Iza hakamtum fa'dilu. Agar hukm qiladigan bo'lsanglar, qozi bo'lsanglar, chiroyli, adolatli hukm qilinglar. Agar hukm qilsanglar, hukm chiqarsanglar, adolat bilan hukm chiqaringlar. Fa iza qataltum fa'hsinu. Agar qatl qiladigan bo'lsanglar jang maydonida, qatl qilishinglar ham chiroyli bo'lsin. Fa innalloha azza va jalla muhsinun yuhibbul ihsan. Chunki Alloh taolo muhsindir, ya'ni chiroyli ish qiladigan zot va muhsin bandani, ihsonni, chiroyli ishni yaxshi ko'radi. Islom dini birodarlar ihsonga buyuradi. Ihson degani faqat to'rt osol chaqirib dasturxon solish tushunmaylik, jon akalar. Ihson degan so'z chiroyli ish qilish degani. Go'zal ish qilish degani. Professional bo'lish degani. Mana o'zbekchasini aytaymi? Nima ish qilsang ham, go'zal ish qilsang, demak sen muhsinsan. Demak sen ihson bilan ish qilding. Robbing shuni yaxshi ko'radi. Biz qachon muhsin bo'lamiz, qachon ihson bilan chiroyli ish qilamiz, shunda ummat xalq sifatida o'samiz. Eplamachi bo'lmasak. Ta'assuf aksar ishimiz nima bo'lib ketgan? Eplamachilik bo'lib ketgan. To'g'rimi? O'shuning uchun muhsin ustani doim klienti tayyor turadi. Yillar naperyod yozib turgan bo'ladi daftari. Men bo'sha olmayman deydi. Muhsin bo'lgan tabibni orqasida o'chirib turadi. Chunki muhsinda chiroyli ish qiladi u, eplamachi emas u. Dinimiz birodarlar ihsonga, chiroyli ish tutishlikka buyuradi. Hatto birodarlar mana zarar yetadigan gazandalar bor, chayon bor, ilon bor, o'rgimchak bor. Mana shularni qatl qilishlikka buyuradi shariatimiz. Endi mana shu chayonni qatl qilishida ham chiroyli ish tutishlik kerak. Bir zarbada urib o'ldirish kerak uni. 2 marta urib uni jonini qiynamaslik kerak. Shaddod ibn Avs roziyallohu anhuning hadisida vorid bo'lganki, u kishi aytadi, payg'ambarimizdan ushbu hadisni yodlab qolganman. Astagfirullah. Innalloha katabal ihsana ala kulli shay. Fa idza qataltum fa'hsinul qitlata va idza dabaqtum fa'hsinuz zibha. Falyuhid ahadukum shafratahu val yurih zabihatahu. Albatta, deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Alloh har bir ishga ihsonni yozgan. Ihson nima ekan? Professionalizm, go'zallik, chiroyli ish qilishlik. Har bitta ishga ihsonni yozgan. Agar qatl qilsanglar, chiroyli suratda qatl qilinglar. Ya'ni jang maydonida dushmanni chopishlik kerak bo'lsa, bo'yniga qilich ur deyapti, qiynama uni deyapti. Agar so'ysanglar bir jonivorni, chiroyli suratda so'yinglar. Qaysi ma'noda? Falyuhidda ahadukum shafratahu. O'sha bo'g'izlaydigan pichoqini so'yayotgan odam o'tkir qilsin, jonivorni rohatlantirsin. Xulosa, musulmon odam nima ish qilmasin, uning Robbisi muhsin, chiroyli ish qiluvchi, ihson bilan ish qiluvchi bo'lgan Robbisi uni mana shunday bo'lishlikka buyuradi. Mana mehmon chaqirishdagi ihsonni ko'ring. Ibrohim alayhisalomning uyiga farishtalar kelishdi. Ishoq alayhisalomning tug'ilishligini bashoratini bergani. Lut qavmi, Sadum qavmini vayron qilishligini xabarini bergani. Ibrohim alayhisalomning uyiga boyagi farishtalar inson suratida, yosh yigitlar suratida kirib kelishdi. Alloh taolo aytadi: "Farog'a ila ahlihi." Uyiga o'tkazib qo'yib, so'ng u asta oilasini oldiga chiqdi. Mehmonlarga bildirmadi. Qonlilar qanaqa? Ovqat-poqat qilaymi demadi. Chunki mehmon uyaladi, hayo qiladi, u iffati bor uni. Demak, mehmondan so'ramasdan ovqatga urinishlik kamoli odobdan ekan. Fama labita an jaa bi ajlin hanif. Qarab turmay bir buzoqni qovurib keltirdi. Endi bu yerda albatta bo'zesi o'shagan deb tushunmaylik, mehmon chaqirganda har bitta odam cho'ntagiga qarab, imkoniyatiga qarab. Bu yerda aytilayotgan narsa Ibrohim alayhisalomning saxovati va chiroyli ish qilganligi. Taomni tezda pishirib keldi, cho'zib o'tirmadi. Albatta bu kamol axloqdan. Faqarrabahu ilayhim.
Ovqatni ularga yaqin qo'ydi. Dek o'tkizdi uyga, darrov chiqib ovqatni tayyorladi, olib keldida ularga yaqin qo'ydi. Ba'zida bo'ladi, mehmondan ovqat uzoqroq bo'lib qoladi. Qo'lini cho'zgani uyaladi. Yoki bo'lmasam yoniga qo'yasizda, oling demaysiz. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Ovqatni qo'ydi, ularni oldiga yaqin qo'ydi va ovqatdan olmaysizlarmi dedi. Ana birodarlar, Ibrohim alayhisalom mehmon chaqirishlikdagi ihsonni qanaqa bo'lishini ko'rsatyapti. Allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu. U zot barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. Mana Alloh azza va jalla nima ish qilgan bo'lsa, uni ishida albatta ihson bor. Uni ishida go'zallik bor. Endi mana shu ihson degan so'zning ma'nosi juda ham keng. Ihson ato qilish, ihson chiroyli ish qilish. Alloh taolo ikkita ko'zni ato qildi inson bolasiga. Agar bitta bo'lganda qana bo'lardi? Atrofga bir baho berishlik qiyin bo'lar edi. Ikkita quloqni berdi. Agar bitta bo'lganda nima bo'lardi? Ana aytdik, bitta quloqingiz ishlamasa, ovoz qayerdan kelayotganini ajrata olmaysiz. Insonga miyani berdi va uni shunday bir joyga joyladiki, insonni jasadida eng mustahkam himoya qilingan joy mana shu miyani joyi. Eng mustahkam qo'rg'on mana shu miyani qo'rg'oni bo'ladi. Alloh taolo yana nimani berdi? Chiroyli qilib soch soqolni berdi. Uni go'zalligi nima deydi? Og'riq sezmasligida sochingizni. Aytdik, agar xuddi qo'lingizni yoki bo'lmasam qorningizga biror tiq tegizsa, og'rigandek, sochingizga ham tiq tegizsa, og'riydigan bo'lganda nima bo'lar edi? Allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu. U barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. Ko'zimizni olaylik, birodarlar. Jasadimizning hamma a'zosi sovuqni his qiladi, magar ko'z his qilmaydi. Agar ko'zingiz ham soqotadigan bo'lganda nima bo'lar edi? Ko'zingiz ustidagi nam sovuqda muzlaydigan bo'lganda nima bo'lar edi? Minus haroratga chiqqanimizda ko'zimizni shunday pardasi muzlab qolardida, hech narsani ko'rmasdan o'tiraverarmidik. Bu kimi chiroyli ishidan? Alloh subhanahu va taolo al-Muhsin bo'lgan Robbimizning go'zal ishidan. Mana shu insonning ko'zi haqida ko'p bir ma'lumotlarni kavlagan bo'ldim. Xulosasi. Insonning ko'zi 8 millionga yaqin rangda farqlay olar ekan. Necha megapiksel ekan ko'z? 12 megapiksel, 46 megapiksel. Ha, o'lib qolamiz haliga palon pulga telefon. Insonni bitta ko'zini oldida dunyodagi hamma pikseli nima bo'lardi? Hech narsa bo'lmaydi. Haqiqatan ming ali 3D desin, 7D desin kinoxonasi. Nima deb ko'ring-da. Baribir bitta palatnoda u. Endi insonning ko'zini qarang. Agar bir xil rangni 100 xil tuslanishi bo'lsa, sog'lom ko'z shuni ham ajrata oladi. Albatta bu al-Muhsin bo'lgan Robbimizning bizga qilgan ihsonidan, go'zal ishidan. Allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu. U zot barcha narsani go'zal qilib yaratgandir. Mana insonning jasadidagi ayrim bir a'zolarning ish haqida gapirib beraman. Yurak. Umri davomida insonning yuragi 5,7 million litr qonni aylantirar ekan, birodarlar. 5 million 700 ming litr qonni aylantiradi. Agar shuncha qonni oshxonadagi jo'mrakdan oqizib qo'yishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, 45 yil ochiq turish kerak ekan shu qon. Yurak o'rtacha 70 marta uradigan bo'lsa, bir kunda 100 ming martadan ko'proq uradi. Yiliga 36 milliondan ko'proq marta uradi. Umri davomida 2,5 milliard martadan ko'proq urar ekan. Mana shu bir parcha go'sht. Sezasizlarmi shuni? Yo'q. Alloh taolo shunday qilib qo'ydi buni. Chunki Alloh taolo allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu. U zot har bitta narsani go'zal qilib yaratgan zot. Odam bolasi o'sha insonni shakli shamoyili harakatlariga o'xshatib robotlar yasamoqchi bo'lyapti. Yaqinda bir ko'rib qoldim, bitta robot bitta irg'ib turib, bir balandlik ustiga chiqdi. Yiqilib ketmadi. Chappayda qarang, irg'ib nima qildi? Yana bitta irg'ib yerga tushdi, yiqilib tushmadi. Dastajinani qarang kattaligini. Sizni o'sha oyoqqa turib, avval 4 oyoqlab, 3 oyoqlab yurgan bolangizni rivojlanishlik jarayonini qarang-da, mo'jiza emasmi? Yaponiyalik bir olim, mana shu protezlar ishlaydigan shu tabib olim ekan, kichkina qizchasini qo'lini, harakatlarini ko'rib turib Allohni topgan ekan. Biz mo'jizalar ichida ko'milib turibmiz, qarab ham qo'ymaymiz, o'ylanib ham qo'ymaymiz. Bularni bari birodarlar siz bilan bizni Robbimiz, Al-Muhsin bo'lgan Robbimizning atoyatlari ekanligini bildiradi.
Endi insonni jasad haqida gapiradigan bo'lsak, birodarlar, bu juda ham uzoq so'z bo'lib ketadi. Pochkalar, paylar, teri, oshqozon, eshak, bularning hammasini aytadigan bo'lsak, vaqtimiz cho'zilib ketadi. Agar inson o'zini jasadidagi bo'lgan Allohning ihsonini fikr qiladigan bo'lsa, albatta Robbisiga hamd aytishdan boshqa chorasi qolmaydi. Alloh taolo aytadi Qur'onda, astagfirullah, inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Albatta biz har bir narsani aniq o'lchov bilan yaratdik. Agar mana shu bir piyola suv ichida qancha bakteriya borligini inson ko'ra olganida suv ichmayla qo'yar edi. Qancha narsalar bor, inson ko'zi ko'rmaydi. Alloh taolo to'sib qo'ygan, ko'rmaydigan qilib qo'ygan. Qancha eshitiladigan narsalar bor. Alloh taolo insonni quloqidan to'sib qo'ygan, eshitmaydi. Albatta bu Alloh taoloning ihsonidan, qilgan chiroyli ishidan. Alloh azza va jalla har bitta ishida ihsonli, al-muhsin, hikmatida, tartibida, ato qilgan a'zolarida, insonning borlig'ida. Til, nutq, bayon. Bu Alloh taoloning bergan yana bitta bir in'omi, ihsoni, go'zal ishi. Tiliz bo'lmasa, nutq bo'lmasa, bayon bo'lmasa, fikrimizni qana qilib bir-birimizga bildira olardik. Qana qilib birimiz o'rgangan ilmni ikkinchimiz o'rgata olardik, birodarlar. Alloh taolo aytadi: "Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim." Dar haqiqat biz insonni eng go'zal shakli shamoilda yaratdik. Mana shu turishimiz, birodarlar, eng go'zal shakl. Ko'zing ma'da bo'lganda, qo'ling ma'dan o'sganda, qulog'ing ma'da yo'q akalar. Alloh taolo mana shu suratni berdimi va mana shu suratni go'zal deb aytayapti. U go'zal deb Alloh taolo o'zi baho beryapti, demak go'zal, birodarlar. Demak go'zal. Alloh azza va jalla o'zining mahluqotlariga mana qilgan go'zal ihsoni, odam zotiga qilgan ihsoniga misollar. Avvalgi darslarimizda aytdik, terisi bo'lmasa inson qanaqa bo'lar edi? Sochi, tuki, qoshi, kiprigi bo'lmasa qanaqa bo'lar edi? Insonning jasadidagi tavozun asbobini aytdik, balansni. Mana shu quloqning ichida bir suyuqlik bo'ladi, insonni tikka turishligini shu ta'minlaydi. Agar shu a'zo buziladigan bo'lsa, shu joyi ishlamaydigan bo'lsa, inson oyog'ida tik tura olmaydi. Agar mana shu tavozun, balansi bo'lmaganida, inson to'g'ri turishligi uchun oyog'ining razmeri 60 sm, 70 sm bo'lishligi kerak edi. Tasavvurlar qanaqa xunuk ko'rinishi olar edi. Lekin Alloh taolo mana shunday quloqiga shu jihozni joylab qo'ydi, tavozunni, balansni ushlab turadi. Meva-chevalarni ko'ringlar, birodarlar. Alloh taolaning har bitta ishi go'zal. Sabzavot mevalarda pishishini qarang va tartibini qarang. Biri tugaydi ekan, ikkinchisi pishadi. Ikkinchisi tugaydi, uchinchisi pishadi. Olma, nok, behiga o'xshagan mevani shaklini ko'ring, hidini ko'ring va uni saqlashlik, olishlikning qulayligini ko'ring. Tarvuzni, qovunni kattaligi uchun uni ko'ring. Endi bug'doy, don, sholi shunga o'xshagan mayda narsalar ham bittadan o'sganida olmani yoki qovunni singari uni terish qanaqa mashaqqat olib ketar edi. Bitta boshog'ini sindirasiz, ichida 100 dona bug'doy bor. Endi bitta tortishda unaqada nechtani yulasiz? Agar bittadan terganda nima bo'lardi holimiz? Alloh al-Muhsin bo'lgan zot. Har bitta ishi chiroyli, har bitta qilgan ishi go'zal. Sigirni olaylik. Agar sigir mana sut beradi, bir kunlik yegan yemi, hashagini pulidan qimmatroq bo'lgan sutni berganligi uchun sigir boqadi odamlar. Agar bergan suti yegan yem hashagidan qiymati ozroq bo'lganida, biroq sigir boqamidi? Sigiri borlar bordir ichimizda. Agar suti yaxshi berib tursa, o'sha bitta mol tirikchilikda o'tkazoladi bitta uyda, to'g'rimi? Tovuqni oling, kunda bitta tug'adi. Agar bir oyda bitta tug'adigan bo'lganda, birov tovuq boqamidi? Albatta bularning bari Alloh azza va jallaning qudratiga dalolat qiladigan ko'rinishlar. Shuning uchun mahluqotlar haqida fikr qilishlik insonni Alloh taoloning qulchiligiga yetkazib keladi. Astagfirullah. Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Osmonlar va yerning yaralishida hamda kecha va kunduzning almashib turishida aql egalari uchun oyat, alomatlar borligi shubhasizdir. Allazina yazkuruna Alloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim
va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Robbana ma xalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Ular turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni eslaydigan hamda osmonlar va yerning yaralish haqida tafakkur qilib aytishadiki, Parvardigor, bu borliqni behuda yaratganing yo'q. Sen behuda biron ish qilish aybidan poksan. O'zing bizni jahannam azobidan saqlagin. Mana fikr qilib ko'raylik. Subhanalloh deb olishimiz kerak. Yuragimizni tag-tagidan. Alhamdulillah deyishimiz kerak. Qalbimiz chuqur-chuqur joyidan. Ustimizda turgan ne'matni ko'rmaymiz. Borimizni ko'rmaymiz, lekin yo'g'imizni ko'raveramiz. Ishingiz yurishmayapti, pulingiz yo'q, qarzingiz olmayapsizmi? Bir banisaga boring. Bir banisaga boring, qanaqa odamlar yotibdi, nima dardlar bilan. Ha, qoningiz og'riyapti, oyog'ingiz og'riyaptimi? Ruhiy xastaliklar kasalxona shifoxonasiga boring. Tuppa-tuzuk odamlarga Alloh taolo aqliga bir musibatni berib qo'ygan. Qarasang, sop-posoq jismonan. Ko'rinishi juda ham chiroyli, lekin Alloh taolo esini olib qo'ygan, aqlini olib qo'ygan. O'zimizdagi bor narsani ko'rishni o'rganaylik, birodarlar, yo'q narsani ko'ravermasdan. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Dar haqiqat biz insonni eng go'zal shakl shamoilda yaratdik. Mana Alloh taoloni inson suyaklariga bergan ihsoni, insonni suyagidagi qilgan go'zal ishi. Insonning suyaklari paydo bo'lgan kundan boshlab o'lib o'sadi, komillikka yetishligi bilan o'sishdan to'xtaydi. Uxlaydi shu hujayralar. Endi 52-60 ga kirgandan keyin oyoq-oyog'i sinib qolsa, qo'l-qo'li sinib qolsa, boyagi hujayralar uyg'onadi-da, shu suyakni bir-biriga ulashga kirishib ketadi. Sinib qolgan ruchkasi o'ziga o'zi ham olib qoladimi? Ha? Yirtilib qolgan kiyimiz o'z-o'zidan tikilib qoladimi? Suyagi sinib qoladi, doktorlar to'g'rilab olib kelib qo'yadi xolos. U payka qilib qo'ymaydi ular. U yoqqa kim ishi? Alloh azza va jallaning ihsonining ishi. Uxlaydi boyagi hujayra, lekin zarurat bo'lganda uyg'onadi, ulab qo'yib, yana uxlaydi. Tish emali. Bu masalan eng pishiq material deb turib, almas turadi. Undan keyingi o'rinda pishiqlik bo'yicha mana shu tishni emali ham turar ekan, birodarlar. Chakkana tishlar uzasizmi bir narsani? Chakkana tonnalab narsani chaynaysizmi? Yeyilmaydi-ya. Bu kim ihsoni? Al-Muhsin bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo. Xo'p, demak Robbimiz Muhsin bo'lgan zot ekan. Endi mo'min banda Robbisining mana shu go'zal ismi, oliy sifatlaridan o'zga ulush olishligi kerak. Alloh chiroyli ish qilar ekanmi? Ihsonli, Muhsin ekanmi? Demak, banda ham, mo'min banda ham Muhsin bo'lish kerak. Nima bo'lish kerak? Professional bo'lish kerak. Nima ish qilasiz, birodar? Qassobmisiz, doktormisiz, ustamisiz, mo'yshigmisiz, betonshimiz nimasiz? Professional bo'ling. Shunda Robbingiz yaxshi ko'radi o'zi. Shunda Alloh taolo qo'lingizga bergan 3-4 chaqaga barakot beradi. Ha, umringdan barakot topgur. Ishingni ustasi ekansan dedi. O'sha uyda egasi. Rozi bo'lganimi bu o'sha pulni berayotib turib? Banda rahimli bo'ladi, Ar-Rohim bo'lgan Robbisi yaqin bo'lishi mumkin. Banda adolatli bo'lib, Al-Adil bo'lgan Robbisi yaqin bo'lishi mumkin. Saxovatli bo'lib, Al-Karim Robbisi yaqin bo'lishi mumkin. Ihsonli bo'lib, chiroyli ish qilib, Al-Muhsin bo'lgan Robbisi yaqin bo'lishi mumkin. Demak, Alloh taolo bizga Muhsin bo'lgani kabi, biz ham bandalarga Muhsin bo'lishimiz kerak. Chunki Robbimiz bizga mana shunday bir xayr ihsonni, in'omlarni ato qildi. Mo'min kishi Muhsin bo'lish kerak. So'zida, ishida, muomalasida, tasarrufotlarida. Birov bilan muomala qilganda uni masxaralamaydi, ba'zi so'zlarni gapirmaydi, odamlarga aziyat yetkazmaydi. Agarchi bizni muomalamiz ihsonli bo'lsa, Muhsin bo'lib muomala qiladigan bo'lsak, odamlar biz oldimizdan ketmaydi bezib. Walau kunta fazzan ghalidhan. Agar Muhammad alayhisalom siz sahobalaringizga dag'al qo'pol bo'lganingizda, birontasi atrofida jamlanmagan bo'lar edi. Rasululloh muomalasida ham Muhsin bo'lganlar. Mo'min kishi har bitta ishida Muhsin bo'lishi kerak. Farzandlarning tarbiyasida, aloqasida, va'dasiga vafo qilishida, mashina minishida ham Muhsin bo'lish kerak musulmon odam.
O'tgan safar aytdik, amri ma'ruf nahy munkar har bitta musulmon yelkasidagi vojib ish. Mashinasini noto'g'ri qo'yib qo'ygan bo'lsa, jon akalar, Alloh uchun to'xtab, uka chakar olib qo'y mashinani do'ringlar. Mana shu ham ihson, mana shu ham muhsinlik, mana shu ham chiroyli ish qilishlik. Jon akalar, jon ukalar, mashina minayotganimizda ham muhsin bo'laylik. Faqat masjidga kirganda muhsin bo'lib ma'ruza eshitmasdan. Farzand tarbiyasida muhsin. Ayollar bilan bo'lgan muomalada muhsin. Va ashiruhunna bil ma'ruf. Alloh taolo aytadi, ular bilan tinch, totuv yashanglar. Farzand tarbiyasida muhsin bo'lish kerak. Chiroyli yo'l tutishlik kerak. Payg'ambarimiz aytadilar, allimu va la tuannifu. Fa innal muallima khayrun minal muannifi. O'rgatuvchi bo'linglar. Zo'ravonlik qiluvchi bo'lmanglar. Albatta muallim, ya'ni o'rgatuvchi odam muannif, zulm zo'ravonlik qilishidan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Uravermang farzandni, so'kavermang, o'rgating. Ishini bajarishligida muhsin bo'lishlik kerak. Hozir aytganimizdek, o'zini ishini ustasi bo'lsin. Bizga boraveradi, qilib qo'yaver. Unaqa bo'lmaydi. Musulmon kishi Robbisini go'zal ismlaridan o'ziga ulush nasib oladi. Rahimli bo'lib, Ar-Rohim Robbisiga yaqin bo'ladi. Chiroyli ish qilib, Al-Muhsin Robbisiga yaqin bo'ladi. Innalloha katabal ihsana ala kulli shay. Alloh taolo har bitta ishga ihsonni, go'zallikni yozgan. Agar qatl qilsanglar, chiroyli suratda qatl qilinglar. Agar jonliq so'yadigan bo'lsanglar, chiroyli so'yinglar. Pishag'ini o'tkirlab olsin. Mo'min banda Robbisining mana shu Al-Muhsin ismidan o'ziga ulush nasiba olishligi kerak. Har bitta ishini ihson bilan qilishligi kerak. Chiroyli qilishligi kerak, go'zal qilishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Innalloha azza va jalla katabal ihsana ala kulli shay. Albatta Alloh subhanahu va taolo har bitta ishga ihsonni yozgan, ya'ni go'zallikni yozgan. Go'zallikni. Hatto zaharli hasharot, gazandalarni agar urib qatl qilishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, bir urib qatl qilishlik kerak. Chunki 2 marta ursangiz u mashaqqat chekadi. Falyuhidda ahadukum shafratahu falyurih zabihatahu. O'sha jonivorni bo'g'izlayotgan paytida musulmon kishi, qassob, pishog'ini o'tkir qilsin deyaptilar Rasululloh, jonivorga rohat bersin. Hatto mashaqqat, azob bo'ladigan o'rinda ham chiroyli ish qilsinki, jonivor sezmay qolsin pishoq tortib olganini. Endi boshqa ishlarda qo'yaveraylik birodarlar. Robbimiz subhanahu va taolo muhsin bo'lgan zot, chiroyli ish qiladi, go'zal ish qiladi. Bizda ham mana shu narsa bo'lishi kerak bo'ladi. Astagfirullah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ana endi kim o'zini moli davlatidan ato etsa va Allohdan qo'rqsa, hamda go'zal oqibatni, jannatni bor ekanligini tasdiq etsa, bas biz uni oson yo'lga muyassar qilamiz. Mana go'zal oqibat degani jannat degani. Jannat bu Alloh taoloning ziyofatxonasi o'zining taqvodor bandalari uchun. Jannatmi? Demak, u ham ihson bilan qilingan. Qanday qilingan? Go'zal qilingan. Go'zal qilingan. Bu dunyo hovlisi, birodarlar, mehnat, mashaqqat, qiyinchilik, tayyorgarlik hovlisi. Al-Husno, oxiratdagi jannat esa mukofot va sharaflash hovlisi. Lahum ma yasha'una fiha. Jannatlar jannatga kirganida ular uchun unda xohlagan narsalari bor. Nimani xohlayapsiz? Aytishda ham hojati yo'q. Manaqa bo'lsin, manaqa bo'lsin, manaqa bo'lsinni ham keragi yo'q. Subhanaka Allohumma deysiz, siz aytgandek muhayyo bo'ladi. Zo'ra. Va da'awahum fiha subhanaka Allohumma. Ularni jannatda qiladigan duolari subhanaka Allohumma desiz kelaveradi. Nima yeysiz deb keladi? Nima bor deysiz? Mashiya mashaqqat o'zi. Qarang, siz ovqat tayyorlamaysiz, tayyor ovqat topib kelib beradi. Nima yeysiz deydi. To'llash kerak. U ham mashaqqat. Endi jannatga borganda shu ham yo'q. Jannatda siz nimani tasavvur qilmang, u siz aytgandan ko'ra yaxshiroq. Qanaqa muammoni tasavvur qilmang, jannatda shu muammoni olib qo'yilgan. Lahum ma yasha'una fiha.
ular uchun jannatda xohlagan narsa bor. Dunyo hayotining tabiati mashaqqat, mehnat, taklifotlar. Lekin inson dunyoda muhsin bo'ladimi? Muhsin bo'lmaydimi? Baribir o'ladi. Astagfirullah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqi. Ey inson, albatta sen mehnat mashaqqat chekib Parvardigoringga albatta yo'liquvchisan. Dunyoda mehnat mashaqqatni musulmon ham chekadi, kofir ham. Lekin musulmon mehnat mashaqqatni chiroyli suratda ihson bilan kechadi, oqibatda jannatga boradi. Endi oxiratdan umidi bo'lmagan kofir ham yashaydi, shu mehnat mashaqqatni chekadi, lekin bu abadul abad azobga, jahannamga qoladi. Demak, dunyo hovlisi taklifotlar hovlisi, oxirat hovlisi tashrif hurmatlash hovlisi. Dunyo hayoti amal maydoni, oxirat maydoni mukofot yoki jazo maydoni. Lahum ma yasha'una fiha va ladayna mazid. Ular uchun u yerda ular istagan narsa bor va bizning huzurimizdan yana ziyoda qilib berishlik bor. Alloh azza va jalla jannatiylarni jannatga kiritib, ularni ne'matlar bilan ikrom qilib turganida Alloh taolo ularga yana: "Ey bandalarim, rozimisizlar?" deydi. Parvardigor, qanday rozi bo'lmaylik? Yuzlarimizni nurli qilding, amallarimizni qabul qilding, jannatga kirgizding. Qanday rozi bo'lmaylik? Ziyoda qilaymi deydi Alloh taolo. Yana nima bundan oshiqcha ziyoda bo'ladigan? Shunda Alloh taolo pardani ko'taradi va ularga o'zining jamolini ko'rsatadi. Valadayna mazid. Bizda uni lilladina ahsanul husna va ziyada oyati bor. Ishlarini go'zal qilgan, muhsin bo'lgan holda qilgan bandalarga husno jannat bor va ziyada. Ziyodasi nima? Jannatdan yana ziyoda nima bor? Allohning jamolini ko'rish bor. Jannatda inson Alloh taoloning ziyofatxonasida qilgan chiroyli amali uchun, ihson bilan qilgan amali uchun albatta taqdirlanadi. Alloh azza va jalla odam bolasini yer yuziga tushirdi va mana shu yer yuziga insonning nafsi xohlaydigan shahvatlarni qo'yib qo'ydi. U mana shu shahvatlarni yengib o'tib, nafsi xohlamasa ham Allohning buyruqlarini bajardi. Muhsin bo'ldi, go'zal ish qildi, nafsini tarbiyaladi. Shuning uchun nima bo'ldi? Jannatga kirdi. Endi qarab turinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, hech qaysi biringlarda amalinglar jannatga sizlarni olib kelib ketishlikka kifoya qilmaydi. Vala anta ya Rasululloh, sizning amalingiz ham yetmaydimi jannatga kirib ketishlikka? Meni amalim ham yetmaydi dedilar Rasululloh. Illa an yataghammadani Allohu bi rahmatihi. Faqat Alloh meni o'zining rahmati bilan o'rab olganda keyin jannatga kiraman dedi. Unda amallarchi? Amallar jannatdagi darajamizni belgilashga ishlaydi. Ma'qulmi? Bir pora Qur'on yodlagansiz, bir pora. Endi joningizni qiynab 30 pora yodlaganmisiz? Endi mukofot darajasi o'sha. Jannatga kirishlik Allohning rahmati bilan bo'ladi, amal bilan emas. Amallarimiz faqatgina darajamizni past balandini belgilashida qaraladigan narsa. Ma'qulmi? Shuning uchun hech kim qilgan amali bilan kekkayishlikka, o'zini boshqalardan katta olishlikka haqqi yo'q. Al-husna, jannatni, oxiratni inkor qilgan kishi faqatgina shu dunyoga suyanadi. Oxiratga iymon keltiradigan odam bor, oxiratga iymon keltirmaydigan odam bor. Shu ikkisining o'rtasida farq qanaqa bo'ladi desa, javob quyidagicha bo'ladi. Oxiratga ishongan, jannatdan umidi bor odam o'ziniki bo'lgan narsani ixtiyori bilan boshqalarga berib maza qiladi. Endi oxiratga ishonmagan odam o'ziniki bo'lmagan boshqalarning narsasini nohaqdan olib maza qiladi. Mana endi o'zingizga savol bering. Men oxirat ahlidan bo'lgan odammanmi yoki dunyo ahlidanmi? Shuning uchun anbiyolar ato qilib yashashgan. Oxiratni inkor qilgan boy badavlat mansabdor podshohlar olib maza qilishgan. Mo'min banda o'zini mana shu ihson degan sifat bilan ziynatlashlikda, chunki uni Robbisi al-Muhsin, chiroyli ish qiluvchi bo'lgan zot. Bir narsani berayotganda chiroyli ato qilib beradi. Bir narsani man qilayotganda ham chiroyli man qiladi.
Biroda avf qilsa ham, jazolasa ham chiroyli suratda mana shu ishlarni qiladi. Chunki innalloh azza va jalla katabal ihsana ala kulli shay. Har bitta ishga Alloh taolo go'zallikni yozgan. Nima ish qilsak chiroyli qilishimiz kerak. Hatto aytdik, gazandani qatl qilayotganda bir urib qatl qil, qiylanmasin. Hatto baliqni tozalab pishirib yeyish kerak bo'lsa, o'lishini kutib turgin. Ayrim xalqlarga o'xshab trillion shilmaydi ustini. Qimillab turgan jonivorni bir qaynab turgan qozoqdagi yoqqa tashamaydi. Chunki bu narigalarga jabr bo'ladi, zulm bo'ladi. Musulmon odam shu baliq o'lib tamomiy harakatdan qolganligini ko'rib inakin pishirishga yoki tozalashga kirishadi. Ayrim xalqlarni ko'ryapmiz, aqllaring bovar qilmaydi. Qimillab turibdi, qo'g'riyapti. Qimillab turibdi, kesyapti bir chekadan to'rg'ab. Alloh taolo aytadi, mana hojilar qurbonlik qiladi hajda. Fa iza wajabat junubuha. Endi qachon yonboshlari bilan tushganlarida, ya'ni so'ygan jonivorlar bo'g'izladilar, yonboshi bilan tushdi, o'ldi. Shunda o'zingizlar ham yeylar, boshqalarga ham yegizinglar deydi. Mana shu oyatdan ma'lum bo'ladiki, musulmon odam o'sha so'yib yeyotgan jonivorda tamomiy joni chiqib bo'lganligini ko'rmasdan turib pishirishi yeyishi mumkin emas. Chunki chiroyli ish qilish mana shunday bo'ladi. Astagfirullah. Va man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Haqiqiy musulmon bo'lgan holida o'zini Allohga topshirgan kishining dinidan ham go'zalroq din bormi? Qarang, haqiqiy musulmon bo'lgan holida o'zini Allohga topshirgan. Mo'min odamda har bitta ishi chiroyli bo'lishi kerak, chunki Robbisi al-Muhsin. Hozir men bir gap aytaman, ko'pchiligimizda bor shu. Namozimizda xushu yo'q. Namozimizda xushu yo'q. Xushu nima edi? Dunyo hamma yo'g'i uziladi kallangizdan, qalbingizdan, faqat oxirat bilan, faqat Alloh bilan bo'lishlik. Namozni ihson bilan o'qishlik, chiroyli o'qishlik bu faqatgina chiroyli tikka turib ruku qilishida emas, balki qalb holatida. Agar biz qilayotgan amallarimizda muhsin bo'lsak, namozimizda ham xushu bo'ladi. Qilayotgan ihsonimizni samarasi namozimizda ko'rinadi. Va innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Albatta u namoz, o'sha namozda xushu topishlik qiyin ish, og'ir ish. Faqat Allohdan haqiqiy qo'rqadigan bandalarga qiyin emas. Muhsin bandalarga xushu qiyin emas. Mo'min kishi uchun xushu yengil bo'ladi, ruku yengil bo'ladi, chunki hamma amalini chiroyli suratda amalga oshiradi. Xulosa, namozimizda xushu yo'qmi? Demak, amallarimiz ihson bilan bo'lmayapti. Namozimizda qalbimiz erib, ko'zimizga yosh kelmayaptimi? Demak, amalimizda ihson yo'q. Amalimizda ihson yo'q. Ihson nima? An ta'budalloha ka'annaka tarahu. Ihson Allohni ko'rib turganingda ibodat qilishing. Faraz qilinglar, uyingizga bir mehmon keldi. Jamiyatda o'ta hurmati baland, ilm ma'rifatli, nasl nasabi oliy, badavlat, fahm farosatli, axloqi go'zal. Shunaqa bir inson uyingizga keldi. Uning ro'parasida o'tirishingiz qanaqa bo'ladi? O'sha uy kiyimingiz yoki rabochiy kiyimingizni kiyib, yudagan kiyim bilan o'tirib, bitta og'iz ikkinchi og'izga tashab, qo'lingizdagi yutuqni aylantirib, og'zingizda saqich, xohlagan gapingizni valdirab o'tirasizmi? Yo'q. Ro'parangizda turgan odamni qadr qiymatini, kimligini bilganligi uchun shunga yarasha o'tirasiz. O'ylab gapirasiz, chiroyli kiyimingizni kiyib chiqib kutib olasiz. Endi oldingizda bitta odam tursa, odam turganda shunday o'zingizni tutishingiz kerak bo'lsa, Robbi sizni ko'rib turganligini his qilsangiz, ihsonli bo'lsangiz, yurish turishingiz qanday bo'lish kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Istahyu minallohi haqqal haya." Sahobalarga qarab, Allohdan chin ma'noda hayo qilinglar, dedilar Rasululloh. Shunda sahobalar aytishdi: "Ya Rasululloh, biz Allohdan chinakamiga hayo qilamiz", deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Laysa zak, walakinnal istihya minalloh haqqal haya'i an takhfada ra'sa wa ma wa'a, wal batna wa ma hawa, wa la tadhkurul mauta wal bila. Man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya, faman fa'ala zalika faqad istahya minallohi haqqal haya." Biz haqiqiy uyalamiz Alloh taolodan. Chin ma'noda hayo qilamiz deyishdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Unday emas. Endi eshitib turinglar.
Allohdan hayo qilishlik nima degani? Allohdan haqiqiy hayo qilishlik boshni saqlashlik, ya'ni unga kelgan o'y fikrlardan saqlashlik, qorinni va u xohlagan narsalardan saqlashlik, hamda o'limni va balolarni eslashlik. Kim oxiratni istasa, xohlasa, dunyo ziynatlarini tark qiladi. Kim shularni qila olsa, tahqiq Allohdan haqiqiy hayoni qildi. Kallaga kelgan narsadan ehtiyot olamiz, to'g'ri kelgan narsani o'ylavermaymiz, to'g'ri kelgan narsani gapiravermaymiz, to'g'ri kelgan narsani yeyavermaymiz. Mana shu Alloh taolodan hayo qilishlik bo'ladi. Avval aytib o'tdik. Bir odam mashinasi bilan chorrahaga keldi. Qizil yonib turibdi svetoforda. Chorrahada bir mirshab turibdi. Nandaroqda mototsiklda turibdi mirshab. Yana kamera turibdi. Qoidani buzmaydi. Chunki o'rtada turgan mirshabga qaramasa, svetoforga qaramasdan o'tib ketsa, nariga mototsikldagi quvib borib yetib jazolaydi. Agar u mototsiklchidan ham qochishni uddalasa, kamera turibdi. Hukumatni, mana shu qoidani joriy qilgan hukumatni uni ustida quvvati, qudrati borligini bilganligi, shuni his qilganligi uni gunoh qilishdan, svetofordan o'tib ketishdan to'sadi. Endi Allohni kuzatib turish haqida nima deyishimiz kerak? Bu odam qoidani buzishi mumkin. Kechasi 3 ta. Mirshablar yo'q, kamera o'chirilgan, unda xohlaganini qiladi. Endi Robbimizning kuzatuvi o'chadimi? U farishtalar yozib turgan daftari to'lib qoladimi? Batareykasi o'tirib qoladimi? Yo'q. Shuning uchun aytiladi, ihson nima? Eng chiroyli ish qilish nima desa, Alloh seni ko'rib turgandek ish qilishliging haqiqiy ihson dedi. Mana shu birodarlar muroqabani, kuzatuvda ekanligini his qilishligi insonni muxlis bo'lishlikka olib boradi. Insonni muhsin bo'lishlikka olib boradi. Bilasizmi? Magazinga kirib, palagangizni qilib yursangiz, qaraysiz, kamera turibdi. To'g'ri bo'lib qolasiz. To'g'ri aytyapmanmi? Endi biz Alloh taoloni kuzatib turganligini esdan chiqarib qo'ygan paytimizda muhsinlikdan tushib qolamiz ekan. Ustalar ishda egasi ustingizda turganda yoqmaydi sizlarga. Mana shu ustimda turib olgan yomon ko'raman shu usta uyda egasini deydi. Ha, unda ihson bilan ishlashga to'g'ri keladi-da. Agar siz ihson bilan ish qiladigan bo'lsangiz, sizga nima farqi bor? Yoningizda turdimi, ustingizda turdimi, yonboshingizda turdimi? Qilavering ishingizni. O'sha ishingizni ihson bilan qilsangiz baraka topasiz. Shuning uchun Alloh taoloni kuzatib turganligini his qilgan odam haqiqiy muhsin banda bo'ladi. Har bitta ishini ihson bilan, go'zallik bilan qiladi. Ya'lamu xoinatal a'yuni va ma tukhfi sudur. Birodar, u kamera uyingizda yo'q. U kamera sizni kuzatib turgan kuzatuvchi doim ustingizda emas 24 soat. Lekin Robbimiz subhanahu va taolo aytadi, ya'lamu xoinatal a'yun. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham biluvchi bo'lgan zot. Shariatimizda mahram, nomahram degan narsa bor. Bir bemor ayol tabibni oldiga kelib ko'rinishligi kerak. Endi boshqa ayol tabib bo'lmasa, endi hali erkak tabib ko'radi, ko'rganda ham faqatgina ana shu og'riyotgan a'zosini ko'rishligi mumkin. Ana shu badanini ochib turganda boshqa yerga, ana shu a'zosidan qarash kerak bo'lmagan boshqa yerga o'g'rincha qarab qo'yishini birov nazorat qila oladimi shu tabibning ustida? Yo'q, a? Hech kim ko'rmaydi. Alloh taolo shuni ham ko'rib turadi. Alloh azza va jalla ko'zlarning xiyonatini bilar. Ko'z bilan bunday qarab qo'ydi. U kamera uni olib ulgurmaydi. Kontroller qarab ulgurmaydi. Shunday qarab qo'ydi. Shuni ham biladi. Agar his qilsangiz, Robbingiz sizni kuzatib turganini his qilgan bo'lsangiz, ihson bilan chiroyli ish qilasiz. Chunki Robbimiz aytayapti, Alloh ko'zlarning xiyonatini hamda dillarning yashirgan narsalarni ham bilar. Birodarlar, Robbimiz al-Muhsin bo'lgan zot. U zot subhanahu va taoloning shu sifatidan biz o'zimizga ulush olishimiz kerak, nasiba. Alloh chiroyli ish qiladi. Biz ham chiroyli ish qilishimiz kerak. Kuzatib turadi, ko'rib turadi, maloikalar yozib turadi. Shuni his qilayotgan bo'lsangiz, demak ihson maqomiga ko'tarildingiz, birodar. Alloh taoloning go'zal ishlariga, ihson bilan qilgan ishlariga ayrim namunalar. Mana jo'ja tuxumni yorib chiqadi. Bir o'ylab ko'rganmisiz, qaysi kuch bilan yorib chiqadi? Jo'ja tuxumning ichida shu jo'ja bo'lib shakllanib bo'ldi.
Tuxumni po'chog'ini teshib chiqishlik bu jo'ja uchun oson ish emas bu. Haqiqatan oson emas. Lekin Alloh taolaning ihsonini qarang. Mana shu jo'jaga tumshug'iga bir o'simtani berar ekan, ignadek o'tkir, ignadek mustahkam. Teshib olib tashqariga chiqishligi shu o'simta tortilib qurib yo'g'ib ketar ekan. Bo'lmasa bittadan chaqa o'tirishga ko'rardi inkubatordagi akalar. Inkubator bo'lsalar bittadan teshib chiqish kerak. Bor, teshib chiq deydi. Nechta teshib chiqding? 10 ta teshib chiqdim. Boshiga urib qo'ymadingmi teshyapti? Yo'q. Ha, toshni ezib qo'yardik boshini. Biqinini teshib qo'yardi, yina bilan teshsak, lekin Allohning ihsonini ko'ring-da. Biz o'ylab ham ko'rmaymiz Alloh taoloning bunaqa bir ihsoni borligini. Chaqaloq sut emadi. Sutda birodarlar temir moddasi bo'lmas ekan. Shuning uchun chaqaloqning o'tida unga 2 yilga kifoya qiladigan temir moddasi bilan Alloh taolo dunyoga keltirar ekan. Alloh taoloning ihsoni emasmi? Alloh taoloning ishini go'zal ekanligiga dalil emasmi? Allazi ahsana kulli shay'in xalaqahu. U zot barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zot. Lochin yoki burgut. U ham ko'radi, biz ham ko'ramiz. Ammo ularni ko'rishi bilan bizni ko'rishimizning farqi bor-a? Agar lochin ham insondaqa ko'rganida 30 metr, 20 metr havoda turib, qana qilib ko'katlar orasidagi sichqonni ko'rardi. Allohning go'zal ishiga yana bitta misol. O'rmondagi kiyikni oling. Cho'pini yerdan terib yeydi, shovqin-suron, baqir-chaqir parvo qilmaydi, ammo tirs etsa shunday qaraydi. U kim oyog'ini tagidan chiqdi, tirs etgan? O'sha bir yirtqichning oyog'ini tagidan chiqdi. Allohning qudratini ko'ring, Allohning ihsonini ko'ring. Shuncha ovozni ichidan ajratyapti. Kim berdi bu inomni? Muhsin bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo. Albatta bularning barisi Alloh taoloning muhsin ekanligiga dalil. Adolat bilan, ihson bilan ish tutishlik lozim bo'ladi. Innalloha ya'muru bil adli val ihson. Alloh siz bilan bizga odil bo'lishlikka va chiroyli ish qilishlikka buyuradi. Ihson mavzusi chiroyli yo'l tutish, chiroyli ish qilish mavzusi insonning umri davomida u bilan birga bo'lib boradi. Qayerga bormasin musulmon odam ihsonli bo'lar ekan, chiroyli ish qilar ekan, albatta odamlarning qalbida muhabbatdan ulush oladi. Bir shayx aytadi, birovni ziyoratiga borsam, sharoiti juda ham og'ir ekan. Bir dona xonada yashar ekan. Tor, mehmon o'tiradigan joy, juda ham qiyin sharoiti. Uyda egasi xijolat bo'ldi. Shunda nima dedi u shayx? Xijolat olmang. Olamlar uchun rahmat bo'lib yuborilgan Muhammad alayhisolamning hujrasi bundan ham tor edi. Rasululloh namoz o'qimoqchi bo'lsalar, nafil qiyom o namozini o'qimoqchi bo'lsalar, yotgan, uxlayotgan oshonamiz chekiga surilib turish kerak edi. Shu darajada tor bo'lgan edi. Boyagi odam xursand bo'ldi bu gapdan. Singlisini, opasini ziyoratiga borgan badavlat o'g'il bola kuyov bolani qo'li kalta bo'lsa, bu kuyoving ham odam bo'lmadi. Qachon qolasan shu ish yurishmagan. Odam bo'lishiga qiyin bo'ldi deb singlingizni ko'nglini, opangizni ko'nglini cho'ktirmasdan o'sha kuyovingizni yaxshi huquqlarni ayting. Allohga shukr qil singlim. Halol odam, 5 mahal namozda birovning haqqini yemaydi, yaxshi odamning qo'liga tushgansan deb fazilatini gapirib qo'yisham bor. Yo bo'lmasa boya aytgandek buni odam bo'lmaydi bu. Men o'zi davomli aytganman o'zi. Ayamga aytganman bermanglar deb. Mana chunki xotin kishi uchun eng yaqin inson bu uni eri bo'ladi. Otasi ham emas, onasi ham emas, endi eri eng yaqin odam bo'ladi. Hali bilgan topib gapiradi, bilmagan qopib deganda qada. Mana shu gapni agar bilmasangiz gapirishdi, yaxshi indamay turing. To'g'rimi? Gapirishni bilmasangiz indamay turing. Estağfirullah. Xalaqas samawati val arda bil haqq va sawwarakum fa ahsana suwarakum va ilayhil masir. U osmonlar va yerni haq qonun bilan yaratdi va sizlarga surat shakl berdi, suratlaringizni go'zal qildi, yolg'iz unga qaytishingiz bordi. Insonga qilgan chiroyli ishini ko'ring. Odamni qonini tinimsiz tozalab turadigan 2 dona pochkasi bor. Shu pochka ishdan chiqsa, insonda qonini tozalashlik uchun haftasiga 3 marta 6 soatdan o'sha искусственный apparatga o'tkazadi. O'ylab ko'ringlar.
haftasiga 3 marta 6 soatdan iskusunniy shu tozalashlikka o'tkaziladi. Har safar yeyna sayish kerak, har safar borish kerak, vaqt ketadi, asab ketadi, pul ketadi, mashaqqat bo'ladi. Ammo buni o'rniga Alloh taolo bizga hajmi tuxumdek keladigan 2 dona buyrakni berib qo'ydi Alloh taolo. Bittasi insonga keragidan 10 barobar ko'proq ishlar ekan. Endi bunaqadan 2 ta. Shuning uchun bitta pochkani olib qo'ysa ham inson yashayveradi. Tabib ukalarimizdan shuni so'rab aniqladim. Bitta pochkani olib qo'ysa, ikkinchi pochka ozgina kattayar ekan. Ko'proq ishlashligi uchun. Bu Alloh taoloning ihsoni emasmi? Bu Alloh taoloning qilgan chiroyli ishi emasmi? Allazi ahsana kulla shay'in xalaqa. Mana eng oxirgi modeldagi fotoapparatni oling. 10 megapiksel, 30 megapiksel, 40 megapiksel. Insonni ko'zi bilan taqqoslab bo'ladimi buni? Taqqoslab bo'ladimi mana shu apparatlarda? Alloh taolo albatta go'zal bo'lgan zot. Har bitta ishi go'zal. Mushtdek keladigan yurak insonning jasadida. Birodarlar, umri davomida 2,5 milliard marta urar ekan. O'ylab ko'ringlar-da, bir parcha go'sht. Bu Alloh taoloning muhsin ekanligini dalil emasmi? Alloh taolo al-muhsin bo'lgan zot. Uning har bitta qilgan ishlari ihson bilan, go'zallik bilan bo'ladi. Mo'min odam o'ziga mana shu ismidan ulush nasib olishlik kerak bo'ladi. Qorunga qavmi nasihat qilib aytdi. Astagfirullah. Va butaghi fima ataka Allohu ad-daral axira va la tansa nasibaka minad dunya. Alloh senga ato qilgan narsa bilan oxirat diyorini maqsad qilgin. Nima bergan edi unga? Katta boylik bergan edi. Endi hammada boylik yo'q, lekin Alloh nimadir berganda bizga. Yoshlik berdi, umr berdi, tinchlik berdi, sog'lik berdi. Mana shu bilan oxiratni istagin va dunyodagi nasibani unutmagin. Dunyodan oladigan nasiba nima insonda? 2 metr yer, 20 metr surib. Agar u ham nasib qilsa. Shuning uchun inson dunyodan chiqib ketar ekan, faqat amallari bilan ketadi. Shuning uchun dunyoda yashashligi, amal qilishligi go'zal, ihson bilan bo'lishligi kerak. Shunda u Parvardigorining rahmatiga, inoyatiga ega bo'ladi. Birodarlar, agar ayolingiz namoz o'qimayotgan bo'lsa, hidoyatga yurishi qiyin bo'layotgan bo'lsa, ihson qiling. Ihson qiling. Qanday qilib? Sabr qilib, lutf bilan muomala qilib, kechirib. Chunki Robbimiz ham siz bilan biz hidoyatga yurishimiz uchun sabr qildimi? Sabr qildimi? Zo'ravonlik qilmang. Muloyim gapiring. Farzandingizni tarbiyasida ihsonli, chiroyli yo'l tuting. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh senga qanaqa go'zal muomala qilgan bo'lsa, sen ham shunday muomala qilgin. Musulmon banda Robbisining Al-Muhsin ismidan o'ziga ulush nasib olishligi kerak. Uni hamma yo'g'i chiroyli bo'lishi kerak. So'zi, shakli, yurish-turishi, gapiradigan gaplari, qiladigan ishlari. Chunki Robbisi Al-Muhsin bo'lgan zot. Aqulu qawli hada va astagfirulloh. Assalomu alaykum.